Kecha o'zim talada bo'lganman. İştahlı ham bormi? Mana biza Beshkent ayol hukumatidan toza qishlog'idan sel keldi. Kechqurunda soat 7 chamasida nevaralarimni o'ynatib peshayvonda o'tirgandim. Bir o'ra uylardan kirib eshikdan chiqib uylarimiz buzildi. Kechasi emchisichilar kelib xabar oldi, el yurt xabar oldi. Uylarimiz buzildi. Hammasiga kattadan katta rahmat. Emchisichilarga ham, kantordagilarga ham. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Kucaklardan sanırım bu taş şaha düşken gün. Kecha 14-iyul 2024-yil kuni soat 19:20 chamasida Beshkent ayoliga nechala jamg'ar mundir javob shu Beshkent ayolini Jo'qori ko'cha, anan Otaxonov Erkinboy ko'chasi, Tinchlik ko'chasi eldagi uylarni sel qaplab qoldi. Kecha shu 14-iyul kuni tunda MCS xizmatkorlari, ayol hukumat boshchisi yetib kelib, tuni bilan biz eldagi aralab eldagi xabar oldik. Anan sel bosgan uylarda, qo'rg'onlarda bosgan sel yerlarda, podvallarda ko'rib taqtab chiqdik. Sahar bilan soat 6da MCS vakillari baldari yetib kelib, hozir ayollarga bo'linib uchastkada ishlayotadi. MCS baldarga rahmat. Gruppasi bilan kelib ishlayotadi. Elimiz rozi, rahmat MCS baldarga, mamlakatga rahmat. Mana hozir o'zlari har ayollarda uchastkalarda uylarni tozalayotadi, podvaldagi loyihalar tartib chiqyotadi. Mana ko'rib turasizlar. Rayonimizni MCS yetakchilari, rabochilariga bardığıya minnetdarchilik bildiraman. Men o'zim Beshkent ayol hukumatining ijrochisi bo'lib ishlayman. Tuni bilan bugun mana tuni bilan ishladik. Bugun mana kech bo'lyapti. MCS baldar bilan ishlayapmiz. Baldar yaxshi ishlayapti. Elimiz rozi. Bundan boshqa Xudo asrasin bunday sellarni. Biroz 8 yildanmi, 9 yildanmi bir keldi bu sel. Bu yoqda Xudo asrasin. Yaxshi endi elimiz hozir bilan hashar uyushtirib, jinab, tozalab qo'shni ayollardan kelib yordam beryapti endi eldaringizga. MCS vakillariga rahmat. Mana bolalar hammasi kelib mana tozalayapti. Tarına koştar. İçiye tartın.
Endi bu o'sha yoqda turadi, baldar joydan berasiz. Bizga bersin. Suyuqni olib. Ocaklardan sanırım bu taşağa düşen gün. Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын 14 июль күнү бул жыл менен саат 19:30 чамасында Бешкент айыл өкмөттө катуу жааган жамгырдан Бешкент айылынын 7 турак үйүнө сел суулары кирген. 7 турак үйдүн жер төлөөсүнө сел суулары кирген. 12 огород участкасына сел суулары ылай шагалга толгон. Ошондой эле Лелек району боюнча жалпы 162 турак үйгө жашоого мүмкүн эмес деп корутунду чыккан. Бүгүнкү күндө Бешкент айыл өкмөтү боюнча жалпы 18 турак үй жашоого мүмкүн эмес. Анын ичинде 12сине айыл өкмөт тарабынан жер бөлүп берилген. Бүгүнкү күндө сел кеткен турак үйлөрдө Лелек району өзгөчө кырдаал бөлмөсү курамынын 20 кызматкер сел кеткен жерлерде иш алып барууда. Keçe kalada boğan mı? Sonra cepli de, ama cepli soğuk. Ben soğuğun bir sana. Bişkent'te gelmedi.